Mana bardacho'kka qilingan karpetni sifatini eslab qolinglar. Shunaqa ko'rinishda kelgan oldimizga. Biz buni hozir ideal holatga olib beramiz, xudo xolisa. Bardacho'k tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Eski holatidan mana shu holatga olib keldik. Hamma joylariga, kerakli joylariga yopishtirilgan. Narsa solgan taqir-tuqir qilmaslik uchun. Ovozda yo'q, stikla qattaligi bilinmaydi. Tayyor bardacho'kimiz. Tarpetkani shum izolyatsiyasi. Pechkani, difuzorlari, hamma narsasi akkuratni himoyalangan. Kerakli joylariga vibrizolyatsiyalar yopishtirilgan, teglarida ham bor. Qolgan joylari hammasi shu karpetdan himoyalangan. Hech qayerdan material ayalmagan, hamma kerakli joyga yopishtirilgan, orsiz ekonomiga yo'q. Tarpetkasi bu yoqdagi mashinada qolgan qismi mana kerakli joylariga vibrizolyatsiyasi ham yopishtirilgan. Hozir buni yig'ib olamiz. O'shanda option sloy, 3 sloy bo'ladi tarpetka qismi. Bardacho'k ham o'shanga kiradi. Hamma narsasini bitirib topshirib olamiz. Boshqa sifatli xizmat turlari kerak bo'lsa, Avtokomfort murojaat qilasizlar, xizmatdamiz. O'zingizlarning vaqtinglarni ham, pulinglarni ham ehtiyot qilinglar. Joningiz sog' bo'lsin.